Ba'zilar aytadi-da, yaxshi-ku yoshlar billa oldin tanishib, bilishib yursin deb. O'zi nafaqat shariat nazaridan, aql nazaridan ham noto'g'ri gap bu. Nimaga deysizlarmi? Qaysi yigit yoki qaysi qiz o'zi yaxshi ko'rib qolgan yoki yoqtirib qolgan odamiga o'zini aybli taraflarini ko'rsatadi. 50 yil ko'rishib yursa ham o'zini anu qiz ko'rgisi kelayotgan o'rinda ko'rsatmaydimi? Yoki u qiz ham u bolaga o'zini o'sha uni muhabbatiga sazovor bo'ladigan qilib ko'rsatmaydimi? Ikkalasi ham bir-biriga o'zida yo'q sifatlarni ham bor qilib ko'rsatadi. Toki shu bundan kechib ketmasin, u yana ham qattiq bog'lansin deb. To'g'rimi? Agar bu kamlik qilsa, borib o'qitib ham kelyapti-yu o'zi. Hisob qildirib, sehr qildirib, bir narsalar qildirib yurishadi-yu. Aytmoqchimanki, o'zida bor yaxshi sifatlarga qo'shib chatib, yo'g'ini ham unga ko'rsatishga harakat qiladi. Bor bo'lgan barcha ayblarini yashiradi. Bu qancha gaplashib yurishligini farqi yo'q buni. 10 yil gaplashib yursa ham shu baribir. Keyin hozirgi kunda ajralishlarning asosiy sababini so'rasangiz, so'rab ko'ring. Juda ham ko'payib ketgan ajrashishlar. So'rasangiz, sizga aytadigan javobi bir-birimizga to'g'ri kelmadik deydi. Ajoyib. To'ydan oldin to'g'ri kelib yuruvdi bir-biriga, endi to'g'ri kelmadi. Endi afsuski, o'sha o'zlarini aldashlari bu. Bir-birimizni bilishimiz, o'rganishimiz kerak degan shaytonning vasvasasini hayotiy aqida qilib, falsafa qilib olib kirishdi o'ziga va aldanishdi. U qaytaga undan keyin, ya'ni bir-birini yillar davomida boshqacha tasavvur qilib yurgan odamlarni oilada yashab ketishligi qiyin aldanganini bilgandan keyin jahli chiqmaydimi har qanday odam? Sahobalar nima qilishgan edi o'zi oldin ko'z tushib qolsa? Borib o'sha zahot tavba qilishganmidi? Nima qilishgan edi? Sahobalar bir qiz, masalan, bir ayol yoqsa, borib valisiga borardi-da, shu uylanmoqchiman shu qizingizga deb. Yoki agar bir qizni o'ziga gapirsa o'sha zamonda biror kishi qizni o'ziga borib, men uylanmoqchiman senga desa, bor valiying bilan gaplashtirdi. Hozir bitta qiz bilan gaplashayotgan bolaga uyingga aday bilan borib gaplashaman desin, bormay meni o'ldirib qo'yadi adam deydi. U yuraversa bo'laveradi. U yurib gaplashib yursa zo'r, lekin oldiga borib men qizingizga uylanmoqchiman desa, o'ldirib qo'yadi adam sizni. Yoki akam bilsa o'ldirib qo'yadi deydi. U aka jonivor o'zi aslida agar qiziga bolalar gapirmayotgan bo'lsa, yuragi siqiladigan zamonlarda yashayapmiz. Na'uzubillahi min zalik. Nimaga desa, sovchi chiqmayapti, qolib ketishi mumkin deydi-da. Ko'p bunaqa tashvishlar ko'p. Agar ko'rmaganimizda gapirmagan bo'lardik bu narsalarni. Hozirgilarga harom aloqa qilmagin. Bu harom bu. Ikkita nomahram bitta joyda qolishligi harom desangiz, buni tasavvur qilish olmaydigan darajada bu hozirgi holatimiz shunaqa kunlarda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror kishi o'ziga nomahram ayol bilan xoli qolmasin. Illo agar mahrami bo'lsagina mayli deganlar. Mahramsiz mumkin emas. Va yana aytganlarki, agar bir kishi bir o'ziga nomahram bo'lgan ayol bilan xoli qolsa, uchinchi shayton bo'ladi deganlar. Shayton kishini hatto qon tomirlarida aylanib yuradi. Shunaqa ekan, qanaqa vasvasa qilmaydi? Albatta vasvasa qiladi. Albatta vasvasa qiladi. Endi buni birinchi sabablaridan biri o'sha erkak kishi yoki ayol kishi bu ishga qadam bosayotgan bo'lsa, masalan, noshar'iy aloqa deylik yoki nima deb nomlasak ham o'sha nikohdan oldingi gaplashib yurish deymizmi? Bularning hammasini birinchi shaxsni o'zini o'sha dinini bilish, bilmasligiga bog'liq bunga amal qilishlik. Bu esa birinchi navbatda kimlarning ota-onalarining vazifasi buni qilishlik. Tarbiya berishlik kerak. Lekin faqat ota-onalarning o'ziga demaymiz. Ya'ni bir qoida borki, har qayerda agar halollarga yo'l toraytiriladigan bo'lsa, halollarga borish, yetishish qiyinlashtiriladigan bo'lsa, haromlar keng quloch otadi. Kengayib ketadi haromlar. Mana hozirgi kunimizga o'xshab. Hatto hozir mana ota-ona ham farzandini diniy ta'limga jalb qilishligiga taqiq qo'yib qo'yishgan. Ya'ni noqonuniy diniy ta'lim deyishyapti. Xuddi qonuniy diniy ta'lim bordek gapirishadi. Endi dinidan uzoqlashtirilgandan keyin nimagadir yaqinlashadimi? Asosiy haq olib qo'yilgandan keyin botil qoladi, ergashishga boshqa hech narsa qolmaydi. Shuning uchun buni muammoni o'zi ildizi boshqa joylarga boradi. Lekin baribir hammamiz toqatimiz yetgancha taqvo qilishlikka buyurilganmiz. Va yoshlarga bu haqda nasihat qilsangiz, men deydi unga shahvat bilan qaramayman deydi. Men sof tuyg'ularim bor deydi. Qalbim toza deydi. Men sof muhabbat bilan yaxshi ko'raman deydi. Bunga nima nasihat qilamiz? Bunga kino ko'rurmagin deb nasihat qilamiz. Oldin hind kinolari bo'lardi. Qarasangiz qo'shiq aytib 2 soatmi sevgi izhor qilardi, 3 soat sevgi izhor qilib, oxir bir narsa qilardi. Xullas shu yetishardi va hokazo. Endi o'sha hind kinolariga hozirgi kunda umuman hojat qolmagan.
Hozirgi kunda ana o'zbek kliplari deb ko'rsangiz internetda, o'zi O'zbekistonda 35 million 40 million odam bor. Haligi 250 million marta ko'rilgan klip. Nima ekan bu, juda qiziq narsa ekan deb kirsangiz, shu men o'lib qolaman, hozir bir narsa qilib qo'yaman o'zimni, tashab ketma, hammasi o'ldim, kuydimlar. Shunchalik ham bo'ladimi deysizda? Bu bizni hayotdan uzilib qolganligimiz emas, bu bizni e'tiqodimizni hayotdan uzilib qolganligida bu o'zi aslida. Na'uzubillahi min zalik. Kishi dinidan uzilib qolganligi uchun shunchalik gunohlarga bir moyil bo'lib ketib, shunchalik gunohlarga bir Allohning haqlariga tajovuz qilishga o'tadi-da. Ajib, ya'ni. Otalar haqiqatda bolalariga nasihat qilishga, bolalar esa otalardan bir ibratni ko'rishga muhtoj. Va o'sha sof tuyg'ular bilan yuribman deganlarga nasihat: o'zinglar aldamanglar. Sevgi nima o'zi desa, yosh yigitlar sevgini hali yaxshi tushunmaydi o'z nimaligini ham. Endi kattalar unga tushuntirib berish kerak. Bu shahvat bu ishtaha bu. O'zidan keyin nasl qoldirish ehtiyojiga sevgi deb nomlanadi. Gormonlarni o'sha qoningdagi miqdoriga qarab belgilanadi bu sevgi. O'zingni aldamagin, gapga quloq sovurgin yaxshi bo'ladi deb tushuntirish kerak.